Akam 71 ming probeg pa? Wow, просто bu хранение garaj desak ham bo'lar ekan. 71 ming probegda Mercedes-Benz S-Class 220 5 объемda maxluq motorda mashinani jildizini qarang. 2005-yilgi. Va, aka puli necha pul axchasiz? 12.800 dollarga buni o'zini klientlari bor. Umuman срочный narxlarda deyapti. 71 ming probegda bo'lsa, endi shuni klientlari bor. Ha, buni davrida S-Class hali ham живой состоянияda 2005-yilgi mashinani endi ichini salonini ko'rib o'tamiz. Uzun заводской diskalarda lyuklar qaralgan. Mana qarang ichini. Va память сидения, обдув подогрев, плавающие сидения, зеркало управления, электрический, ko'jalarda holatini, sideniyalarni qarang, idealniy turibdi-yu. Haligacha mashinani живойligini 3D polilar, aquaprintlar, naturalniy дерево, rullari деревянный, monitor, подогрев sideniyalari va bu yerda avtomat korobka, klimat kontrol. Probegini ko'ryapman, 71 ming probeg. 12.800 dollarga. Ama bu hozir to'lamon bo'lsa kerak deb o'ylayman akalar. Bugun 2-yanvar soat 6 bo'lyapti. İçini qarang endi. Voy. Va, mo plyonkalari ham turibdi. Chiga? Mo plyonkasi ham turibdi, chiqmabdi, mo qarang. Plyonkasi turishini qarang. Buni ham plyonkalar turibdi. O sideniyaning holatlarini qarang. Voy, eshak. Обдув подогрев, плавающие сиденья. Mashina o'ta go'zal. Aka 5 объемda motori dahshat. Endi ichlarini bitta ko'raylik-da. Mo qarang. Kulishlari, zapaskalari hali chiqmagan deb aytayapti. Mo qarang kulishlari. Qog'ozlarigacha zapaska ham hali o'rnidan jilmagan. Domkratlari dahshat. Telefon qilamiz. Срочный egasining nomeri ekran pastida. Bugun 2-yanvar 12.800 ga bu уже sotildi hisoblayman men bu mashinani. Chunki asal ekan.